Ko'pchilik yozda umraga borsak, juda issiq bo'ladi, qiynalamiz deb o'ylashadi. Hozir men sizlarga yozda u yoqda nima holatli bo'lishini aytib beraman. O'zi Madina Makkada deyarli umuman salqin bo'lmaydi. Yanvar-fevral oylarida ozgina salqin bo'lishini hisobga olmaganda. Hozir bizda 40 gradus, 45 gradus issiq bo'lsa, u yoqda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin bizdan ko'ra u yoqda juda ham bu narsalarga qattiq ahamiyat berishadi. Chunki Madina Makka haj va umra amallariga ko'p odam kelib, har xil davlatlardan kelishganning hisobiga bu narsaga juda ham bir mehmon kutib olishga usta ular. Misol uchun, Madina Makkaga umra qilishga bordinglar. Madinaga keladigan bo'lsa, Madinada mehmonxonalarda konditsionerlar bo'lsa, shundoq Nabaviyga chiqishinglar bilan Nabaviyda o'zi ventilyator suv sepadigan apparatlari bor. Nabaviyning ichiga kirsanglar juda ham bir konditsionerlar bilan muzlatib tashlagan. Ziyoratlarga chiqsanglar ham Kia Carnivalmi, GMC yengil mashinalarmi yoki guruh bilan avtobusda borsanglar ham har bir holatlarda konditsionerlari bo'ladi. Ko'pchilik Makkada qiyin bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, Makkada ham mehmonxonalarda muzdek konditsionerlar bor. Mehmonxonaning eshigining tagida o'zi haramga qaytmaydigan avtobuslar bo'ladi. U yoqda ham avtobuslari konditsionerlar bilan ta'minlangan. Haram hududiga kirishinglar bilan o'zi ventilyatorlarda suvli sepishadi. Kafillarni oyog'inglarni yechib tavof qilmoqchi bo'lsanglar ham kafillari ham bir muzdekgina odamga bir yoqadigan bo'lib turadi. Qisqa qilib aytganda, ular hamma bir bunaqa choralarni ko'rishgan. Shuning uchun bemalol yoz faslida ham umraga borsanglar bo'ladi. Sizlar o'ylaganchalik qiyin bo'lmaydi. Yangi mavsum uchun yoz fasliga hamma paketlarimizni ochib deb e'lon qilamiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.